birinchi farzandlari. Mana bolajonim bizga qo'l ko'tarib turibdilar. Tak, adasiga surpriz qilamiz. Undan oldin o'zimizni ham xursand qilamiz. Tak, oyijonisi kim deb o'ylaysiz? Qiz deb o'ylaysiz. Ammasi sizchi? Ko'nglim o'g'lim, qizim deyapti. Ko'proq men ham qiz bo'lsa kerak. Adasi nima deyaptilar? Sog'lom bo'lsin, lekin o'g'il bo'lsa kerak deb o'yladim. Bo'lsa kerak deyaptilar. Juda ham yaxshi. Oyijonisi sog'lig'i juda ham yaxshi bolajonimizning eng muhimida. Xavotir olmang. Qani birgalikda ochamiz ammasi bilan. Agar ichidan ayovcha chiqsa bilasizlar, biz o'g'il bola, qo'g'irchoq chiqsa qiz bola bo'lamiz. Bismillah deb. Ana. Yashang.